Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Akamiz pechka qo'ygan ekan shu uyga. Hozir biz kelib pechkani o'tga aylangan ekan. Ustolarga o'rnatib kerak. Pechkani ahvolini ko'ringlar. Bu gapim bilan pechkachilarni yomonlamoqchi emasman. Xudo xolasa sifatli narsa olsanglar o'zingizlarga yaxshi deb video qildim, to'g'risi bu safar. Pechkamiz 4 likda bo'lgan ekan. Tepasi 5 lik qilgan ekan tomini. 1 yil yaqin уже ko'ringlar ahvolini. Choklaridan chiqib ketgan. Sifatli pechka olishga adashmanglar, xalqim. 100 ming arzon ekan, 200 ming arzon ekan demasdan iloji boricha qimmatrog'ini olsanglar, uzoqroq muddat xizmat qiladi.